Bolalar, hammaga salom. Bugungi video reelsda ozgina ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Короче, qaysidir bolalar ozishga harakat qilib, yog' yo'qotishga, qorinlarni yo'qotishga, vesini yaxshi holatga keltirishga harakat qiladi. Qaysidir yoshdagi bolalar ayrimlari semirib, massa yig'ib, baquvvatroq, kattaroq bo'laman deb shug'ullanib, har xil ratsion pitaniya qilib va sport pitaniya dabavkalarni ichishga, vitaminlarni ichishga harakat qiladi. Ko'chalarda ko'rib, internetda eshitib, sразу ichib yuraverish kerak emas. Oldin organizmda gormonlarni yaxshilab o'qib o'rganish kerak. Yo yaxshi bitta trenerga maslahat olib, trenerga soqqani to'lab, trener bilan ishlash kerak. Men hozir kitobni o'qiyapman. Sportivniy bioximiya, с основами sportivniy farmakologiya degan. Shu kitobda vitaminlarni qanday to'g'ri ichish, semirish uchun, ozish uchun qaysi sport pitaniyalarni to'g'ri olib, to'g'ri qabul qilishga полный informatsiya, bu yerda ma'lumot bor. Buni yaxshilab o'qib o'rgansa, shu sport bilan shug'ullanayotgan va vitaminlarni ichmoqchi bo'lgan yoshlarga juda ham katta ma'lumot bazaga kiradi. Keyin o'zini ustida ishlashda davom etadi. Demoqchiman, gormonlarni o'rganish kerak, o'qish kerak, organizmni tushuna bilish kerak. Sog' bo'lasizlar. Harakatda davom etamiz.